Endi bu faqat taxmin, chunki men u yerda bo'lmaganman va bu davr haqida aniq yozma manbalar yo'q. Lekin Yerda hayotning dastlabki tarixida ehtimol hech narsa harakatlana olmagan. Hujayra u joyda bo'lgan jismoniy jarayonlar orqali siljigan va tasodifan kerakli kimyoviy moddalar bor joyga tushib, hayotni davom ettirib ko'paygan. Agar bu bo'lmagan bo'lsa, ular shunchaki vafot etgan. Ammo dunyoda oziq-ovqat hech qachon teng taqsimlanmagan va ba'zida sen o'zing oziq-ovqat bo'lishing ham mumkin. Shuning uchun harakatlana olish juda foydali bo'lgan. Shu sababli harakat qilish xususiyati juda kuchli tanlab olingan. Natijada mikrokosmosda deyarli barcha organizmlar harakatlanadi. Lekin ular qanday harakatlanishini tushunishdan oldin bir haqiqatni qabul qilishimiz kerak. Siz bilgan suzishni unutishingiz kerak. Siz qachonki juda kichik bo'lganingizda narsalar boshqacha ishlaydi. Biz doimo suyuqlik orqali harakatlanyapmiz, faqat uni sezish qiyin. Masalan, havo, uni sezmaymiz. To avtoulov oynasidan qo'lingizni tashqariga chiqarsangiz, tezda havo harakatini sezasiz. Kichik chang donasi uchun havo qalin suyuqlik kabi bo'lib, uni kunlab havoda ushlab turadi. Endi shu chang donasini yanada qalinroq suvga soling. U deyarli yopishqoq yelimdek bo'lganini tushunasiz. Butunlay asal ichida ko'milib yurgandek tasavvur qiling. Shunda mikrokosmosda suzish qanday bo'lishini tushunasiz. Shu sababli mikroskopik dunyoda narsa harakat qilmasa, u shunchaki to'xtaydi. Biz esa suv orqali harakat qilganda energiyamiz tufayli biroz oldinga siljiymiz. Lekin bir hujayra uchun suvning yopishqoq xususiyati energiyani darhol bostiradi. Shu sababli mikroskopik organizmlar bizga g'alati yoki to'satdan harakat qilayotgandek ko'rishi mumkin. Ba'zi odamlar videolarni tezlashgan deb so'rashgan. Lekin barcha kliplar real vaqtda. Bu kichik organizmlar harakat qilish kerak. Oziq izlash, yirtqichlardan qochish, quyosh nuriga kirish yoki undan chiqish, kerakli kimyoviy moddalarga harakat qilish yoki zaharli moddalardan uzoqlashish. Hayratlanarlisi shundaki, yagona hujayrali evkariyotlar asosan 3 yoki 4 usulda harakat qiladi. Harakat uslubi juda muhim, kuzatilgan, aniq seziladi. Shuning uchun protozoa, yagona hujayrali evkariyotlarning umumiy nomi harakat uslubiga qarab taxminan tavsiflanadi. Klates yoki sellellalar. Flagellalar bu flagellalar yordamida harakatlanadi. Amyoboids yoki amyoboidlar ham deyiladi. Ular pseudopodiyalar yordamida harakat qiladi. Bundan tashqari sporozoa ham mavjud bo'lib, lekin ularning rasmini ko'rsata olmaymiz. Sporozoa deyarli harakat qilmaydi va agar qilsa, bu juda g'alati va cheklangan. Uning rasmini ko'rsata olmasligimizning sababi shundaki, ular parazit bo'lib, ko'pchiligi hayvonlar ichida yashaydi. Kasallik keltirib chiqaradi. Shuning uchun ularni atrofimizda saqlamaymiz. Umuman olganda evkariyotlar orasida asosiy harakat mexanizmlari turlicha bo'lib, sella, flagella, pseudopodiya. Endi mikrokosmosning shaklini o'zgartira oladigan amyobalarni ko'ramiz. Bu hujayralar xohlagancha shaklni o'zgartirib, o'z qismlarini pseudopodiya deb ataladigan tuzilmalarga cho'zadi. Bu tuzilmalar ular harakatlanmoqchi bo'lgan yo'nalishga cho'zilib, hujayra yangi joyga siljishiga yordam beradi. Pseudopodiya so'zining ma'nosi lotincha soxta oyoqlar degani. Bu cho'zilmalar yarim qo'l, yarim hujayra tanasini bo'lib, amyobalar shu tarzda harakatlanadi va ovqat ovlaydi. Sir shundaki, amyoba sitoplazmasi suyuq holatdan qattiq holatga va qayta suyuqqa osongina o'tadi. Amyoba harakat qilganda suyuq sitoplazma pseudopodiya markazidan uchiga oqib boradi.
so'ngra yon tomonlariga oqib qattiq kel holatiga keladi. Bu hujayra yangi joyda mustahkamlanish imkonini beradi. Ovchi amyobalar o'z pseudopodiyalarini barcha yo'nalishlarga cho'zadi. Ov mahsulotini ushlab oladi. Ov atrofida olingandan so'ng amyoba uni shunchaki yutib yuboradi. Evkaryotlarning ikki boshqa asosiy harakat mexanizmi sella va flagella keng tarqalgan va ular funksional va molekulyar tuzilishi jihatidan juda o'xshash. Ular yuzasidan chiqib turgandek ko'rinadi, lekin aslida hujayra membranasining mikrotrubkalari bilan o'ralgan cho'zilmalar bo'lib o'rnatilgan, biroq gidrodinamik jihatdan farq qiladi. Hujayra odatda hisoblab bo'ladigan miqdorda flagella bo'ladi. Sellalarda esa juda ko'p sella mavjud. Sella so'zi lotincha qosh, sochlar degan ma'noni bildiradi, chunki ba'zida ularni hujayra atrofida xuddi bizning qoshlarimiz ko'z atrofini o'rab turadigan kabi ko'rishimiz mumkin. Ko'pincha sella butun hujayrani qoplaydi. Sella organizmlar yuzasida to'lqinlar hosil qilib yurish orqali harakatlanadi. Cellum singulyar faqat ikki holatda bo'linadi. Effektiv zarba cellum hujayrasida perpendikulyar chiqadi. Qayta tiklanish u hujayra yuzasiga qaytariladi. Ko'pchilik sellalarda sella qatorlar bo'yicha joylashgan va bir qator sella bir vaqtning o'zida harakat qilmaydi. Ba'zi sella effektli zarbada bo'lsa, boshqalari qayta tiklanish zarbada bo'ladi. Ba'zi sellalarda bu to'lqin naqshini ko'rsatish mumkin. Ba'zi to'lqinlar yopishqoq, zich, suvni ishlab hujayrani tortib olib o'tadi. Yana bir qo'shimcha murakkablik. Ba'zi sellalarda seri deb ataladigan zich sella to'plamlari mavjud. Seri organizmni suv orqali tortish o'rniga qattiq yuzaga yurish uchun ishlatiladi. Endi evkaryot flagellalarga o'tamiz. Ko'pchilik flagellalarning harakati uzun, to'lqinli zarbalar naqshi bilan harakatlanadi. U flagellalarning ba'zilaridan boshlanib uchigacha yetadi. Misol uchun, ficus longicauta. Biz bu videoni Fazoli Konstrat bilan yozdik. Bu hujayraning shaffof qismlarini aniqroq ko'rsatadi. Shuning uchun flagella zarbalarini yaxshiroq ko'rish mumkin. U hujayraning uchida ko'rinadi. Ficus longicauta fotosintetik flagellalardan biridir. U quyosh nuridan glyukoza ishlab chiqaradi. Hujayrada yashil no'xatga o'xshash xloroblastlarni ko'rishimiz mumkin va markazda yumaloq shaffof qism starchga o'xshash karbohidrat saqlash birligi bramila deb ataladi. Chuqurroq qarasangiz narsalar yanada hayratlanarli bo'ladi. Ba'zi diatomlar harakat qilmaydi, lekin ba'zi turlari shilimshiq ajratib asta-sekin yuzada siljiydi. Biz bu videoda prokaryotlar, masalan bakteriyalar harakati haqida hech narsa aytmadik. Ularning tuzilmalari ba'zan murakkab, evkaryotlardan ham aqlli, lekin ular juda kichik. Shuning uchun mikroskop bilan ko'rish mumkin emas. Biz shunchaki shuni bilishimiz kerakki, ular evkaryotlar ishlatadigan tizilmalarga o'xshash tizilmalarni ishlatadi, lekin ular butunlay boshqa moddadan tashkil topgan. Va bu barcha kimyoviy tuzilmalar, evkaryot va prokaryotlar shunchalik murakkab va ajoyib milliardlar yillar evolyutsiyasi orqali tanlab olingan. Hayratlanarlisi shundaki, faqat bir necha juda samarali harakat tizilmalarni kashf etgan. Natija, biz ularni kuzata olamiz. Bu kichik kimyoviy sharlar o'zlarini kerak bo'lgan narsalarni olish uchun ishlaydi. Har biri kichik bir mo'jiza. Ularni qarang, xohlashmoqda. Biz bilan birga bo'ling. Atrofimizdagi ko'rinmas dunyoni o'rganayotganingiz uchun rahmat.